Hammalar bilgandek Uyg'ur Amerika birlashmasi har yili Uyg'ur Amerika birlashmasi uchun ko'p chiqqan qarindoshlarimiz va Hurriyat fondisi mukofoti bergandi. O'tgan yili Chortlandik shohidimizga bergan edik. Bu yil qizimiz Malika Uyg'ur Amerika birlashmasi o'tkazgan Xitoyachxonasi oldidagi namoyish bo'lsin, Lincoln Memorial'ning oldidagi namoyish bo'lsin, nurg'unlagan namoyishlarimizda o'zimizning milliy marshini va iz deganga o'xshash she'rlarni o'qib bizga nihoyatda ko'p kuch qo'shdi. Shu sababdan qizimiz Malikaga Uyg'ur Amerika birlashmasi Hurriyat loyihasini sovg'a qilmoqchimiz. Rahmat hammalarga bu nutqni barkamlarga rahmat. Növbətdə məncə yüzlügən advokasi kollarımız var, biz var. Bütün kongresmenlerle görüşkəndə hər birbirlərini aşqan jığınlarımız var. Toxtumay qatnaşqan, özünün ki, erindişinin davasını qılan qalbi nurni səhliyə təklif qılınız. Sizga ko'p rahmat aytamiz. Uyg'ur Amerika birlashmasi sizga ko'p rahmat aytadi. To'xtamay har kuni, har yig'inimizga qatnashib, o'zimizning kelinishimizning davosini qildingiz, shundaqla butun Uyg'urlarning davosini qildingiz. Shu sababdan sizga Uyg'ur Amerika birlashmasininki Hurriyat loyihasini bermoqchimiz. Hazır.